Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda biz Kerio Control'da proxy server imkoniyatlarini ko'rib o'tamiz. Proxy server olib qaraganda, misol uchun siz qanaqadir bir resursga bog'lanmoqchisiz. Siz o'sha resursga bog'lanishingiz uchun qanaqadir bitta koridor vazifasini bajarib beradi. Biz ko'rgandik, Kerio'da demak, siz qanaqadir resursdan foydalanishingiz uchun albatta autentifikatsiyadan o'tishingiz kerak edi. Biz foydalanuvchilarni turli xil toifalarga ajratgandik, misol uchun talabalar, xodimlar, shunga o'xshash holatda. Proxy'da shunaqa imkoniyat borki, umuman foydalanuvchi emas, balki ma'lum bir port ajratib, o'sha port orqali internetga, umuman tashqi tarmoqqa murojaatni amalga oshirish mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, mana xodimni kompyuterida hozir internet ishlash uchun albatta biz Google Chrome kirib o'sha avtorizatsiyadan o'tishimiz kerak edi, xodim yoki talaba misolida. Undan keyin internetga dostуп bo'lardi. Mana hozir ko'radigan bo'lsak, mana ping 4.8 bitta hech qanaqa zapros yo'q. Kerio'dan avtorizatsiyadan o'tganimizda bitta yaxshi taraf shunday ediki, u butun sistemaga ta'sir qilardi. Proxy faqatgina o'sha приложение uchun ta'sir qiladi. Misol uchun, siz mana Firefox'da foydalanmoqchisiz, emailni mana ping berib qo'yaylik. Mana hech qanaqa murojaat yo'q. Ya'ni butun sistemada hozircha internet yo'q. Lekin mana bu yerda bironta bir saytga kiradigan bo'lsak ham, mana bu yerda ham xuddi shunaqa murojaat yo'q. Internetga tashqi kanalga murojaat yo'q. Biz endi proxy server quramiz Kerio Control'da. Buning uchun Kerioni adminskiy qismiga o'tadigan bo'lsak, mana adminskiy qismi proxy server degan bo'lim bor. Mana shu proxy server. Mana shu proxy serverda mana bu yerda включить непрозрачный proxy server. Mana shu proxy serverga bog'langanda qaysi port orqali? Misol uchun 3128 turibdi. Biz misol uchun 2345 portni yoqib qo'yamiz. Endi iloji boricha aniq bo'lgan, misol uchun 21 yoki 80, 53 yoki 443 shunga o'xshash определенный ma'lum bir protokollar uchun ajratilgan portlardan foydalanmaganimiz ma'qul. Demak, shunga o'xshash mana bironta bir bo'sh portni olamiz. Keyin разрешить туннельное подключение ко всем TCP portdan bu narsani qo'yamiz. И разрешить mana shu narsani ham qo'yamiz mana. И применить bo'limini tanlaymiz. Klientskiy chastga o'tib, mana o'sha klientga o'tamiz. Mana bu yerda hech qanaqa murojaat yo'q edi. Misol uchun Firefox bo'ladigan bo'lsa, endi Firefoxda qulayroq proxy'ni adreslarini kiritish. Mana bu yerda options bo'limiga kiramiz. И options bo'limida set degan bo'lim bor, ya'ni network settings. Mana shu joyga kirib, mana bu yerda manual, ya'ni ручной настройка qo'yib, mana bu yerda shu IP ni kiritamiz. Ya'ni serverimiz IP'si bizda 172 31 10 и port qo'ydik 2345. Proxy'mizni barcha protokol SSL bo'ladimi, FTP yoki SOX protokollari bo'ladimi, hammasi uchun qo'yamiz, shart qo'yamiz. И mana OK knopkasini bosamiz. Endi e'tibor beramiz, bu bizda ochmayotdi, endi F5 ni bosamiz. E'tibor bering, demak o'sha sahifa ochishni boshladi. Lekin mana bu yerda komanda strokada biz boya ping berib qo'yganmiz. Pingimiz murojaatga baribir javob qaytarmaydi. Ya'ni mana bu proxy'miz faqatgina определенный mana shu Mozilla Firefox programmasi uchun ishlaydi. U butun sistemaga ta'sir qilmaydi u narsa. Faqatgina Mozilla Firefox programmasi uchungina ishlaydi. Endi butun sistemaga ta'sir qiladiganlik qilsangiz ham bo'ladi. Buning uchun Internet Explorer'ni qilsangiz, ko'p deyarli barcha приложениyalarda ishlaydi. Misol uchun sizda ham misol uchun tashkilotingizda qanaqadir taqiqlangan shunga o'xshash saytlar bo'ladigan bo'lsa, aynan proxy'dan foydalanasiz. Mana shu proxy ham o'sha tashqariga chiqish uchun aylanma koridor hisoblanadi. Misol uchun mana bu yerda ham Kerio'da ham misol uchun siz avtorizatsiyadan o'tmasdan turib ham agarda o'sha ochilgan proxy'ni portini biladigan bo'lsangiz, mana shu port orqali siz tashqariga chiqib ketasiz. Endi mana shu narsani adminskiy qismini ochib ko'radigan bo'lsak, mana e'tibor beramiz состояние и этот mana bu yerda активный пользователь turibdi-da. Murojaat
kelish boshlandi. Mana hozirgi holatda diatezni ko'radigan bo'lsak, mana UFF ga bog'langan. Так, и этот mana bu yerda statsiyani ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda подключение bo'limini tanlaylik. Tip autentifikatsiyani tanlasak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. E'tibor beramiz. Pользователь parol, demak, avtomatik bu MAC adresi bo'yicha berilganda, u misol uchun kompyuter tarmoq ulangandan o'zi avtomatik bo'ladi. Tip autentifikatsiya bu talaba PC, bu hali chiqmadi bu. O'zi aslida mana shu yerda proxy, ya'ni proxy bo'yicha chiqishi kerak. Mana shunaqa qilib ham nima qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Qanaqa qilib bu sistemadan foydalanadi, shunaqa qilib ham ko'rishimiz mumkin. O'sha proxy serverda yana bundan tashqari родительский proxy server bor, ya'ni Kerio'ga murojaat qilganda, aynan 2345 ga murojaat qilganda, siz uni umuman boshqa, endi Kerio emas, balki umuman siz Linuxda yoki boshqa serverda ko'targan bo'lishingiz mumkin. Proxy serverni o'shanga перенаправить, ya'ni qayta yo'naltiradigan bo'lsangiz, mana bu yerda shu serverga IP adresini qo'yishingiz mumkin. Misol uchun o'sha tarmoqda Linuxga tashqi mirdagi umuman boshqa serverda bo'lishi mumkin. O'shani ham adresini berishingiz mumkin. Endi bu o'zingizga sizga qarab, holatingizga qarab belgilaysiz. Misol uchun 23 unda umuman boshqa unaqa port. Agarda unda misol uchun o'sha avtorizatsiyadan o'tiladigan bo'lsa, o'sha родительский proxy server требует autentifikatsiya deb, demak, o'sha proxy server uchun belgilangan qanaqadir login parollarni terishingiz mumkin. Bu demak siz mana shu yuqorida berilgan uslub bo'yicha siz bemalol proxy server ko'tarib undan foydalanishingiz mumkin.